Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga shu qadar muhim va shu qadar ochiq bir mavzuni ochib bermoqchimanki, bu har birimizga ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimizga va kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan barchaga bevosita ta'sir qiladi. Hozir aytadigan gaplarim sizning oilaviy byudjetingizga, farovonligingizga, hatto ertangi kuningizga bo'lgan ishonchingizga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan eshiting va videoning bir soniyasini ham o'tkazib yubormang. Bugungi mavzu 2026 yil 1 maydan nafaqaxo'rlar uchun o'ta yomon xabarlar. Bu shunchaki balandparvoz sarlavha emas. Bu ogohlantirish, bu ehtiyot chorasi. Bu borada aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz shart. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Muammoning mohiyati keling. Avval vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. Uzoq yillar davomida nafaqa tizimimizda ma'lum bir barqarorlik mavjud edi. Nafaqalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinardi, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilib borilardi. Bu qisman bo'lsa-da nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam berardi. Ayniqsa ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun vaziyat biroz yaxshiroq edi, chunki ularning nafaqalari ham ma'lum bir tartibda qayta hisoblab chiqilishi mumkin edi. Ularning ish staji va ish haqi hisobga olinib, go'yo ularning mehnatiga qisman rag'batlantirish edi. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar, ma'lum hududlarda yashovchilar yoki maxsus xizmatlari borlar qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar olishardi. Bu tizim ideal bo'lmasa-da ko'pchilik uchun tushunarli va ma'lum bir darajada himoyalangan edi. Odamlar ertangi kunga nisbatan qaysidir ma'noda ishonch bilan yashardi. Chunki nafaqasi har yili hech bo'lmaganda bir oz oshishini bilar edi. Ammo aziz do'stlar, 2026 yil 1 maydan boshlab bu tizimda juda jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda va bu o'zgarishlar ko'pchilik uchun afsuski yomon xabar deb atalishga sabab bo'ladi. Hukumat nafaqa tizimini optimallashtirish va barqarorlashtirish maqsadida yangi qonun loyihasini qabul qilish arafasida. Ushbu yangi tartibga ko'ra ikki asosiy yo'nalishda katta o'zgarishlar yuz beradi. Birinchidan, ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun nafaqalarni indeksatsiya qilish tartibi butunlay o'zgaradi. Endilikda ularning nafaqalari har yili inflyatsiya darajasiga qarab avtomatik ravishda oshirilmaydi. Ularning nafaqalari faqat ular ishlamay qo'yganlardan keyingina qayta hisoblab chiqiladi. Bu degani, agar siz nafaqada bo'la turib ishlashni davom ettirsangiz, sizning nafaqangiz bir necha yil davomida bir xil miqdorda qolib ketishi mumkin, hatto narxlar oshsa ham. Ikkinchidan, ba'zi turdagi qo'shimcha ustamalar, hududiy koeffitsiyentlar va maxsus toifadagi imtiyozlar bo'yicha jiddiy qayta ko'rib chiqish boshlanadi. Ularni olish uchun yangi qat'iyroq mezonlar joriy etiladi. Ba'zilari esa butunlay bekor qilinishi yoki asta-sekin tugatilishi mumkin. Hukumat buni nafaqa tizimidagi noaniqliklarni bartaraf etish va adolatli taqsimotni ta'minlash bilan izohlamoqda. Lekin amalda bu ko'plab nafaqaxo'rlarning daromadlari kamayishiga olib keladi. Asosiy qismi batafsil tushuntirish nima bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlar barcha nafaqaxo'rlarga bir xil ta'sir qilmaydi, ammo katta qismiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun agar siz nafaqada bo'la turib ishlashni davom ettirsangiz, siz eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan guruhga kirasiz. Hozirgi qoidalarga ko'ra ishlaydigan nafaqaxo'rlarning nafaqalari ham garchi to'liq bo'lmasa-da har yili indeksatsiyadan o'tar edi. 2026 yil 1 maydan boshlab bu to'xtaydi. Sizning nafaqangiz miqdori siz ishlashni to'xtatguningizcha o'zgarmaydi. Faqat siz ishdan ketganingizdan keyingina o'sha vaqtgacha to'plangan ish staji va ajratmalar hisobga olinib, nafaqangiz qayta hisoblab chiqiladi. Bu degani, bir necha yil davomida sizning nafaqangiz inflyatsiya bilan birga oshmasdan turib, xarid qobiliyatingizni yo'qotadi. Misol 1. Aytaylik, Marhamat opa 2025 yilda nafaqaga chiqdi va 2 million so'm nafaqa oladi. U ishlaydigan nafaqaxo'r. Hozirgi tizim bo'yicha 2026 yil boshida uning nafaqasi inflyatsiyaga qarab, masalan, 11 ga oshishi mumkin edi. Ya'ni 2 million 200 ming so'mga aylanardi. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng agar u ishlashda davom etsa, 2026, 2027, 2028 yillarda ham uning nafaqasi 2 million so'm bo'lib qolaveradi.
Faqat u 2028 yil oxirida ishdan bo'shagachgina o'sha 3 yillik ish staji uchun qayta hisob-kitobga qilinadi. Bu muddat davomida narxlar esa taxminan 40 marta bazmga oshgan bo'ladi. Natijada uning nafaqasining real qiymati sezilarli darajada kamayadi. Bu marhamat opa kabi millionlab ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun jiddiy zarba. Ular endi nafaqalarning qadri tushib ketishiga guvoh bo'lishadi. Qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar oluvchi nafaqaxo'rlar, agar siz biron bir maxsus ustama, masalan, tog'li hududlarda yashash uchun, uzoq muddatli mehnat staji uchun maxsus ustama yoki muayyan kasblar uchun beriladigan qo'shimcha to'lovlarni olgan bo'lsangiz, siz ham xavotirlanishga haqlisiz. Yangi qoidalar bu ustamalarni olish mezonlarini jiddiy ravishda qat'iylashtiradi. Ko'pchilikning fikricha bu iste'molchi savatcha asosida yangi daromad testlari joriy etish orqali amalga oshiriladi. Misol 2. Qodir aka 30 yildan ortiq shaxtada ishlaganligi sababli nafaqasiga qo'shimcha 500 ming so'm ustama oladi. Yangi tizim bo'yicha uning bu ustamasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar uning umumiy daromadi nafaqa plus boshqa manbalar yangi joriy qilinadigan eng kam yashash darajasidan ma'lum bir foizga demak bez oshsa, uning ustamasi butunlay bekor qilinishi yoki sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Hatto agar uning nafaqasi 2,1 million so'm bo'lsa va qo'shimcha ustama 500 ming so'm bo'lsa, jami 3 million so'm daromad hisoblanadi. Agar yangi mezonlarga ko'ra 2,8 million so'm chegara qilib belgilansa, u 200 ming so'mga ustamani yo'qotadi yoki hatto undan ham ko'proq. Bu uning oylik byudjetidan jiddiy mablag'ni olib tashlash demakdir. Buni tasavvur qiling. O'nlab yillar davomida qilgan mashaqqatli mehnatingiz uchun berilgan imtiyoz birdan yo'q bo'lishi mumkin. Kelajakdagi nafaqaxo'rlar, agar siz yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu sizga ham taalluqli. Yangi qoidalar nafaqa hisoblash tartibini va minimal ish staji talablarini ham qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, minimal ish staji talabi oshirilishi yoki nafaqaning maksimal miqdorini hisoblashda qo'llaniladigan ish haq koeffitsientlari pasayishi mumkin. Misol uchu, Dilfuza opa 2027 yilda nafaqaga chiqmoqchi edi. Uning 25 yillik ish staji bor va oxirgi 5 yillik ish haqi yaxshi bo'lgan. Hozirgi hisob kitoblarga ko'ra, u taxminan 2 million 800 ming so'm nafaqa olishi kerak edi. Agar yangi qoidalar joriy etilib, minimal ish staji 30 yilga oshirilsa, u yana 5 yil ishlashga majbur bo'ladi yoki to'liq nafaqa o'rniga kamaytirilgan ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Yoki agar hisob kitobda ish haqi koeffitsientlari pasaytirilsa, uning nafaqasi 2 million 500 ming so'mga tushib ketishi mumkin. Bu 300 ming so'm kam degani. Bu ham kam emas, ayniqsa pensionerlar uchun. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar. Kimlar bu o'zgarishlardan unchalik ta'sirlanmasligi mumkin? Birinchidan, ishlamaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqada bo'la turib ishlamasangiz, sizning nafaqangiz oldingidek inflyatsiyaga qarab har yili indeksatsiya qilinishi kutilmoqda. Lekin bu ham aniq emas. Chunki inflyatsiya darajasi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra belgilanishi mumkin. Bu esa ba'zan real holatdan biroz farq qilishi mumkin. Ikkinchidan, ma'lum bir imtiyozli toifalar, masalan, urush faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, guruh nogironlar kabi toifalar uchun mavjud ustamalar va imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Biroq bu borada ham to'liq aniqlik yo'q va har qanday vaqtda qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishlari lozim. Asosiy qism 2 istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonun hujjatida bo'lgani kabi bu yangi tartibda ham istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik tushunmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Istisnolar. Ba'zi nafaqaxo'rlar uchun bu qoidalar umuman qo'llanmasligi mumkin. Masalan, ba'zi turdagi davlat mukofotlari yoki unvonlarga ega bo'lgan shaxslar, olimlar, ijodkorlar va madaniyat xodimlari uchun alohida nafaqa tartiblari saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu istisnolar soni juda cheklangan bo'ladi va ularga kiritilgan odamlar doirasi juda tor. Shuningdek, guruh nogironlari yoki bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslarning nafaqalariga tegishli ba'zi imtiyozlar ham saqlanib qolishi ehtimoli bor. Lekin hatto shu hollarda ham qo'shimcha to'lovlar va ustamalar bo'yicha yangi cheklovlar qo'yilishi mumkin. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj eng zaif qatlamlarni himoya qilishini aytayotgan bo'lsa-da, bu ham ko'pincha cheklangan doiradagi shaxslarga tegishli bo'ladi. Tuzoqlar yangi qoidalardagi eng katta tuzoqlardan biri
bu ma'lumot yetishmasligi va tushunmovchiliklar bo'ladi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar nafaqa tizimidagi murakkab o'zgarishlarni tushunishda qiynalishadi. Natijada ular o'z huquqlarini bilmasdan qolib, qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishlari yoki nafaqalarni qayta hisoblatish imkoniyatini boy berishlari mumkin. Masalan, agar ishlaydigan nafaqaxo'r ishdan bo'shasa va nafaqasini qayta hisoblatish uchun muddatni o'tkazib yuborsa, u ma'lum bir muddat uchun oshirilgan nafaqadan mahrum bo'lishi mumkin. Yoki qo'shimcha ustamalar uchun yangi daromad testlari joriy etilganda nafaqaxo'rlar o'zlarining barcha daromadlarini to'g'ri ko'rsatmasalar, keyinchalik muammolarga duch kelishlari mumkin. Nafaqaxo'rlar uchun yana bir tuzoq shuki, yangi qoida qabul qilinganda ularning hujjatlarini yangilash yoki qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etish zaruriyati paydo bo'lishi mumkin. Agar ular buni o'z vaqtida qilmasalar, nafaqalar to'xtatib qo'yilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Aniq nuanslar ish staji va ish haqi bo'yicha. Yangi qoidalarda nafaqani hisoblashda ish stajining qaysi davrlari hisobga olinishi yoki ish haqi koeffitsientlari qanday qo'llanilishi borasida noaniqliklar bo'lishi mumkin. Masalan, agar ilgari eng foydali 5 yillik ish staji hisobga olingan bo'lsa, yangi qoidalar bilan bu muddat uzaytirilishi yoki umumiy ish stajining o'rtacha ish haqi ko'proq e'tiborga olinishi mumkin. Bu ayniqsa o'zgaruvchan ish haqi bilan ishlaganlar uchun muhim. 2. Ijtimoiy nafaqalar, naqd nafaqalar, ish staji yetarli bo'lmaganlar uchun beriladigan ijtimoiy nafaqalar bo'yicha ham o'zgarishlar kutilishi mumkin. Ularni olish mezonlari qat'iylashtirilishi yoki ularning miqdori belgilangan minimal daromad chegaralariga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar sizning oilangizda boshqa daromad manbalari mavjud bo'lsa, siz ijtimoiy nafaqadan mahrum bo'lishingiz mumkin. 3. Qo'shimcha daromad manbalari. Yangi qoidalar nafaqaxo'rning nafaqasini tashqari barcha daromad manbalarini hisobga olishni talab qilishi mumkin. Bu nafaqaxo'r uchun qo'shimcha deklaratsiya to'ldirish, bank hisob varaqlaridagi harakatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish kabi byurokratik yuklamalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu pensiya fondlarining ijtimoiy adolat va ehtiyojga asoslangan yordam tamoyillarini amalga oshirishga qaratilgan harakatlari bilan bog'liq bo'ladi. Meros qolgan nafaqalar. Ba'zi holatlarda vafot etgan yaqin kishidan meros qolgan nafaqalar bo'yicha ham qoidalar o'zgarishi mumkin. Ularni olish huquqi toraytirilishi yoki miqdori kamaytirilishi ehtimoli bor. Ushbu nuanslar ko'pincha kichik bosma harflar bilan yozilgan bo'ladi va ko'pchilik ularga e'tibor bermaydi. Ammo aynan shular nafaqaning yakuniy miqdoriga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Amaliy maslahatlar xo'sh. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq va amaliy maslahatlar beraman. 1. Hujjatlaringizni to'liq tekshiring va tartibga keltiring. Ish stajingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar hozirdanoq to'liq va tartibli ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir kamchiliklar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf etishga harakat qiling. Bu ayniqsa kelajakda nafaqa chiqadiganlar uchun muhim. Qo'shimcha ustamalar yoki imtiyozlar olish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotnomalar, guvohnomalar, nogironlik guvohnomasi, faxriylik guvohnomasi, medal va ordenlar to'g'risidagi hujjatlar ham to'liq ekanligini tekshiring. Ularning amal qilish muddati bor yo'qligiga e'tibor bering va agar muddati o'tgan bo'lsa, hozirdanoq yangilashga harakat qiling. Shaxsiy guvohnomangiz, pasport, ID karta muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. 2. Nafaqa fondi yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qiling 2026 yil 20 oydan oldin. Mahalliy pensiya fondi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligi, agar bu tashkilot shu masalalar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, murojaat qiling. Hozirdanoq barcha o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot so'rang. Ular sizga rasmiy qonun loyihalari yoki qabul qilingan qonunlar haqida to'liq ma'lumot berishlari shart. Ishlaydigan nafaqaxo'rlar o'zingizning nafaqangizga yangi qoidalar qanday ta'sir qilishini, ishdan bo'shagan taqdiringizda nafaqaning qanday qayta hisoblanishini aniqlashtiring. Qo'shimcha ustamalar oluvchilar, sizning ustamalaringiz saqlanib qoladimi yoki yangi mezonlarga mos kelishingiz kerakmi? Buni aniqlang. 3. Yangi hisob-kitoblar va rejalashtirish. Agar siz ishlaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz, nafaqangizning indeksatsiyasi to'xtatilsa, oilaviy byudjetingizga bu qanday ta'sir qilishini hisoblab chiqing. Ehtimol. Qo'shimcha daromad manbalarini qidirish yoki xarajatlarni qisqartirish haqida o'ylashga to'g'ri kelar.
Agar siz qo'shimcha ustamalardan mahrum bo'lish xavfi ostida bo'lsangiz, shu miqdordagi mablag'ni qanday qo'plash mumkinligini rejalashtiring. 4. Murojaat va shikoyatlar yozish tartibi. Agar siz o'z nafaqangiz miqdori kamaytirilgan deb hisoblasangiz yoki sizga noto'g'ri hisob-kitob qilingan bo'lsa, pensiya fondi yoki ijtimoiy himoya agentligiga rasmiy murojaat qiling. Murojaatingizda aniq vaziyatni, qaysi qoidalar sizga qo'llanilmaganligini yoki noto'g'ri qo'llanilganligini ko'rsating. Agar murojaatingiz javobsiz qolsa yoki sizni qoniqtirmasa, yugurib turuvchi organlarga, masalan, vazirlar mahkamasiga yoki fuqarolar murojaatlari bilan ishlaydigan davlat tashkilotlariga, xalq qabulxonalariga yozma shikoyat qiling. Barcha yozishmalarning nusxalarini va javoblarini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik sudga murojaat qilishda asos bo'lishi mumkin. Agar imkoni bo'lsa, huquqshunos bilan maslahatlashing. Ayniqsa, nafaqa qonunchiligida tajribaga ega bo'lgan mutaxassis sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin. Ushbu maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizni kutilayotgan moliyaviy qiyinchiliklardan qisman himoya qilishingiz mumkin. Passivlik bu vaziyatda sizning dushmaningiz. Harakat qiling, ma'lumot izlang, o'z huquqlaringizni himoya qiling. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar. Bugun biz 2026 yil 20 oydan boshlab nafaqaxo'rlar uchun kutilayotgan juda muhim va afsuski ko'pchilik uchun yomon yangiliklarni batokama qildik. Esingizda bo'lsin. Ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun nafaqalarni indeksatsiya qilish to'xtatiladi va ularning nafaqasi faqat ishdan bo'shaganlaridan keyin qayta hisoblanadi. Shuningdek, ko'plab qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar yangi qat'iy mezonlarga ko'ra qayta ko'rib chiqiladi yoki bekor qilinadi. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu faqat ogohlantirish emas, bu harakatga undashdir. Hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya fondiga murojaat qiling. Savollar bering va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun hozirdanoq tayyorlaning. Bu sizning kelajagingiz, farovonligingiz haqida. Hech kim siz uchun harakat qilmaydi. O'zingiz g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Ushbu ma'lumotlar haqida sizning fikringiz qanday? Qaysi o'zgarishlar sizni ko'proq tashvishga solmoqda? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentariyni o'qib chiqaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni doimiy ravishda taqdim etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha